Demek sizlerмен keyingi temamız qisqa ko'paytiruv formulалары. Juda yaxshi temamiz, juda ulkan temamiz. Abituriyentning o'sha yerdan boshlab abituriyentning kim bo'lganini shishadi. Ya'ni aytganda, abituriyent 10 yil davomida, 10 yil emas, 10 oy davomida tayyorlanib, o'sha formulalardan shala bo'lishi mumkin. Ya'ni shala bo'lmoq uchun bularga ko'plab hisob istab, ya'ni tiniqlab bo'lib istaymiz kerak. Demak, maktabda o'tiladigan temamiz bu qisqacha ko'paytiruv formulalar necha edi? 7 formula var ya. Demek APO ise birinchidan boshlaymiz. Bu formulalarni yodlab olish uchun yaxshilab qaraymiz. Birinchi 3 plus 4 ning kvadrati deymiz. Ya'ni trigonik plus четырехугольник. Demek jayg'angizda kvadratga jayg'angizda birinchisining kvadrati 3 ning kvadrati plus 2 degan formulada родной 2 ko'paytib 3 bilan 4 ni ko'paytamiz. Keyin 4 ning kvadrati. Formula tushundingmi? Demek bir so'rab o'tiraman, және birdan so'ragingizda ikkinchi odam aytuv shart emas. Rahat. A plus b ning kvadratini jayib beramiz. O'z formula bo'yicha rahat dedim men. Birinchisining kvadrati deb söylesib yuraman. Plus formula 2 var, равной 2 ko'paytuv 2 ning ko'ymasi deb aytiladi. A ko'paytuv b. Tinch o'tiramiz qolganlar. Keyin plus b ning kvadrati. Tushunlikmi bor rahat ya? Ya. Tak, keyingisi Demir x plus 3 ning kvadrati deymiz. Birinchi x ning kvadrati plus formulada ne var? 2. Na formula qo'ysangiz bo'ldi. 2 ko'paytuv x ko'paytuv keyin 3. Keyin 3 ning kvadrat. Yurinemengacha muz protsess davom etadi. Endi so'ng operatsiya qilamiz. X kvadrat plus tinch o'tiramiz qolganlar. Ibs deb o'tiramiz. 2 ni 3 ga qo'yamiz. 6x. Keyin 3 ning kvadrati necha bo'ladi? 9. Ulkigini ham buni tezda yozib ketsangiz bo'ladi bunday edi. Tushundingmi? Tak, davom etamiz. Ayzada 4 dan 1 plus t ning kvadrati sirtay. 4 dan 1 ning nada kvadrati. Skop qo'ymasak hozir 1 unit eslab qoladi. Plus aytaveramiz. 2 var. Keyin 4 dan 1 ko'paytuv t. Keyin t ning kvadrati. Davom etamiz. 4 dan 1 ning kvadrati 1 ning kvadrati 1, 4 ning kvadrati 16. 2 men 4 qisqaradi. 2. Üstüne 1 yazıladi. 2 dan 1 t plus t ning kvadrati. Tushunlikli qo'ya? Tak, дальше продолжаем. Ulug'bek. Arjaqda Ulug'bek. 2x plus 3y ning sirtlay kvadrati. Ya'ni asqaymiz Ulug'bek. Qat'iy qo'yib qo'yamiz. 2x ning nada kvadrati plus 2 ko'paytuv 2x ko'paytuv 3y plus keyin 3y ning nada yozmang yaxshimi? Neda aytdim birga? Yo'q aytayin endi. Nada yozsangiz bu y ga tegishli. 2 zat bo'lsa, 3 zat bo'lsa, 2 dan ortiq bo'lsa обязательно qo'yamiz skopga. Sebebi buni sengiz 2x ning kvadrati 4x kvadrat. 2 ning kvadrati x ning kvadrati plus ko'paytamiz. 4 12 bo'ladi o. X y 3 ning kvadrati 9y kvadrat. Kimga tushuniksiz? Kimga yetmay qoldi? Hammaga yetdi o. Tak, o'sha yerga ikkinchi formulani qo'saman. Formulalarni отдельно domalab qo'yib qo'yamiz. Tak. Endi soni minus faoliyat tursin. 3 minus 4 ning kvadrati. 3 ning kvadrati minus 2 ko'paytib 3 ning ko'paytib 4 ning plus 4 ning kvadrat. Ya'ni qarang, bizda minus bo'lsa o'rta, tek qana 2 hisoblanganning oldi 2 ko'paytirilgan oldi ne bo'ladi ekan? Minus bo'ladi ekan. Demak, Ruslan, Bekjan, a minus b ning kvadrati. Какой? Минус 2 а и в. Потом plus minusda kvadrat net minus deydi. Hech qachon 3-chi ag'zaning oldi hech qachon bo'lmaydi. Minus bo'lmaydi. Tushunlikmi? Tak. Tayyorlanamiz. Keyingi odam. Pasen 3-chini oldi plus bo'ladi tursin. Sal apoylamasa yana 5m minus n ning kvadrati Bek Sultan. Jiber. Asıqpaymiz. Oy, o'sbedi keldi. 5m ning nada kvadrati. Дальше. Alu. Tinch o'tiramiz qolganlar. 2 ko'paytirilgan 5m. Дальше. Endi apoylashtiramiz. 5 ning kvadrati 25 m kvadrat. Ko'paytamiz
10 m n. Keyin n-ning kvadrat. Tushunib qo'ya? Apoyazatlar просто durusab shug'ullanmay, bilamen deganning oqibatida paydo bo'ladigan ошибкалардың biri. Так, дальше davom etamiz. Sizlar quloqlaringizga oltin sirg'a mana yoqqa yozing. Mana. Oltin sirg'a deb hisoblang. Ava, если minus x plus 4'ning kvadrati desa, buni so'trisida istesang bo'ladi, buni просто apalla qilib istesang ansatla bo'ladi. Ya'ni birinchi minus keyin plus turadigan bo'lsa, o'rni almashtirish kerak. Sol yetkazdi. O'rni almashtirsam 4 minus x mayma. Endi buni istaymiz. Ya'ni endi Mirbek ayta qo'y. Endi boshqa forma solsam bo'ladi emasmi? Bundan boshqa ne forma o'tdik? Tinash 4'ning kvadrati asib qo'yamiz. Minus 2 shaqalasa Mirbek. 2 ko'paytuv 4 ko'paytuv x keyin plus x'-ning kvadrati. Tak, 4'ning kvadrati 16 8x x'-ning. Tushunilmi? Keyingisi misol uchun minus 4y kvadrat plus 3y deb qo'ying kvadrati. Tak, kim dedim men? Yeli aytmadim men. Bekzat. O'rni almashtirib olamiz. Ya'ni 3y minus 4y-ning o'satni unutmang. Ya'ni minus plus tursa обязательно yozib o'tganmiz. Olamiz. Endi keyingisi 3y-ning sirtlay kvadrati minus 2 ko'paytuv 3y ko'paytuv 4y kvadrat. Durustmi? Keyin plus bo'ladi, ko'paytimiz. 4y-ning kvadratining kvadrati. Dальше 3'ning kvadrati 9y kvadrat. Neti ko'paytirishni olib boramiz. 24 y bilan y kvadrat ko'paytirsa y ko'p. Son olacağız ben. Keyin 4'ning kvadrati 16y. Tushundingizmi? Endi sirg'ani birov bo'lmaydi-ku. Durustmi? Ikkovi bo'ladi. Shu buni yozib yura qo'ying. Misol uchun minus a minus b ning kvadrati desa, al birov minus birov plus bo'lsa, almashtiramiz dedik. Al y minus bo'lsa ne qilamiz? Jaygan кезде kadin formulani jayversa, biroq uchuning ham og'zini oldi bari plus bo'ladi. Plus oda minus degan zot bo'lmaydi o'sha. Ya'ni a kvadrat plus 2ab plus b ning kvadrati. Tushundingizmi? Endi akbarga minus 4 minus 3y-ning kvadrati 4'ning kvadrati asib qo'yamiz. Жаңа aytdim-ku. 2 minus bo'lsa jaygangiz bari ne bo'ladi? Plus 2 ko'paytuv 4 ko'paytuv 3y. Keyin 3y-ning kvadrati. Nima deb asib qo'ying? 4'ning kvadrati 16 8 24 y keyin 9y kvadrat. Tushundingizmi? Tushundik qo'ya. Endi bir aramizda chiqib qo'ygan, misol jipgan odamlar bo'lishi mumkin. Bizlar hozir Holmesda necha hisob bor bu temaga? 75 hisobning boshlang'ich 30 hisob o'sha hisoblarga байланышлы. Biroq buni sizlarning tushungan tushunmagingizni bilish uchun sizlarni birma-bir do'stga chiqarib orqali davom etamiz. Tushundingizmi? Yozib olamiz. Demek ya 30 hisob chiqarib ko'rdik bizlar. Chiqarib o'rganib oldik. Endi izini davom etamiz. 3-formula qisqacha o'tib formulani. 3 minus 4 3 plus 4 bo'lsa, buni qo'yitganingizda 3 ning kvadrati minus 4 ning kvadrati bo'ladi. E'tibor beradigan bo'lsak, 1 minus 1 plus bo'lishi kerak. Har doim plus birinchi minus keyin plus juradi degan qoida yo'q. Birinchi plus bo'lsa-da, keyin minus bo'lsa-da farqi yo'q. Главный bir-birini ne bo'lishi kerak? O'xshash bo'ladi. Masalan uchun a kvadrat minus b kvadratda tinchib o'tiramiz. Firuza javob beradi. Ko'rdingizmi? Обратно istayapmiz. Tushundingizmi? Kim tushunmay qoldi? Agar buni ko'paytsangiz a kvadrat minus b kvadrat bo'ladi. Tak, t kvadrat minus 4 ni silbek. 4 degan nening kvadrati, dim tushunmasang 2 ning kvadrati deb olsang bo'ladi. Endi ayt. T minus 2 t plus
екі қосырма ортасы hamisha көбейту bo'ladi. Tushunildimi? Так, Anvar 25'ten 1 aldı 9 20 kvadrat. 1 bölü 5 сразу жазсам болады. Минус. Бұл 3y. Keyin soның nesi болады? Плюсы болады. Кім түсінбеді? Рахат түсіндің ба? Так, давам етеміз. Минусты квадрат плюс 1 болса, бірінші минус келін плюс тұрса не қылып аламыз дедік? Обязательно алмастырып аламыз. 1 минус t-ның квадраты. Енді жаямыз. 1 деген 1 квадраты, 1 минус t, 1 плюс. Түсінілді ма? Так, енді біздер әзір обратный істедім, жетпей қалса, бұны деп формула қылып қойсаңыз болады, обратный. 3 минус 4 ның квадраты тең 3 минус 4 3 плюс 4 деп жазып қойсаңыз зиян жоқ. Түсінілді ма? Так, екі бір зат қой енді бірден жағдай шалғы батқанлар болса деп атпызда. Так, давам етеміз. 4-ші формуламыз. 4-ші и 5-ші формуламыз. Так, 3 минуслы куб плюс 4 минуслың кубы десе. Енді кубта қандай болады? Кубта кубларды алып тастаймыз. Бірінші скобкаға 3 минус плюс 4 минус деп. Кейін біріншісінің квадраты минус екеуінің көймесі, кейін екіншісінің квадраты болады. Мысал үшін а куб плюс бұл куб десе, кубта бұл квадрат емес уже. Куб бұл. Так, тыныш отырың. Бұл куб. Түсінілді ма? Так, демек мөлдір айтады. Не қыламыз бірінші? Кубларды апыстап бірінші скобканы қоямыз. Кубланы апыстаймыз. А плюс Б дейміз. Тыныш отырамыз, мәмеміз мөлдір бола бермей. Кейін біріншісінің квадраты. А-ның квадраты. Кейін обязательно минус болады, соны ұмытпаң. Екеуінің көймесі А, Б. Кейін плюс екіншісінің квадраты. Б-ның квадраты. Түсінілді ма? Так, азадаға 27 плюс x куб десе, 27 деген ненің кубы азада? Азада деп атпыз. 3-дің кубы плюс x-тің кубы. Енді азада бұны қалай істейміз десе, бірінші не қыламыз? Кубларын апса бірінші скобкаға қоямыз. Азада айтады тек. 3 плюс x. Кубларын апсадық. Кейін 3-дің кубы, то есть 3-дің квадраты азада шақалас. 9, сразу жазыватыз. Минус 2-ні не қыламыз? Көбейтеміз. 3x, кейін x-тің түсінілді ма? Так, ұлғық түсінді ма? Кім түсінмеді? Бекзат, жетті ма? Бұл формуланың жақсы жері, мысалы, играда ойнайсыз ғой. Играда да бас көресіз әр жерге. Сол затта көрсетіп қойды стрелка. Не дема? Енді формула сөйтіп қабыл етілген. Мысалы, 3-ке 2-ні өйтсең неше болады? Неге 6 болады? Сондай зат сұрап тұрсын. Неге 2 жоқ? Формулада өстінде 2 жоқ. Енді бұл формулаларды ойлап тауғанымдар менің туысқаным емес. Неге оны ондай қылып кеткен нетеді? Формула деп атпам, енді формула болғаннан кейін формула деген не болған, формуланы түсінбедім мен басқа. Жайып көрсең соған қайтып келеді бәрібір. Так, давам етеміз 5-ші формула. 3 минус куб минус 4 минустың кубы. Енді соны минус болса, созат. Куб тапсаймыз, бірінші скобкаға 3 минус 4 минус деп жазамыз. Кейін 3 минустың квадраты, екеуін көбейтесіз, кейін екіншінің квадраты. Бұда парықлы жері, екінші скобканың бәрі плюс болады. И жаңа Айгердің айтып отқан деп, неді 2-ке көбейтіп отырма, бірінші екінші форма ал жасыр. Түсінсіз ба? Сол 2 неге болмайды деп мені қинап жатыр да ол. Бұл жерде 2 бар еді ғой, мынада неге 2 жоқ деп не? Так, демек, Байрамбайға сұрау береміз. 1 бөлінген 125 минус t-ның кубы. Біріншінен жазып аламыз. 1 бөлінген 5-дің несі? Кубы минус t-ның кубы. Енді кубларды апыстаймыз. Бірінші скобкаға. 1 бөлінген 5 минус t. Кейін 1 бөлі 5-дің несі? Квадраты. Яғни 1 бөлінген 25 плюс болады обязательно. Екеуін көймесі 5-тен 1 t. Кейін плюс t-ның квадраты. Түсінілді ма? Қай жерін түсінбей қалыңыз мүмкін? Болғаны. Так, енді дальше және бір мысал көрейік. 27x куб минус 8 дейді. Так, Русланға, Бекжановқа.
Bu 3x'nin kubi deb yozib olamiz. Keyin no 2'ning kubi. Birinchi ne qilamiz dedik? Kublarni olib tashlaymiz. 3x minus 2. Keyin naning kvadrati. Sразу uyrendik. 3 ham x ham kadar 9x kvadrat plus 2 qo'yamiz. 6x plus 2 kvadrati. Tushundingmi? So'rov. Formulalar tushundingmi? Ava 5-formula. Tushundingmi? Yozib olamiz. Tak. Barmi? Demek davom etamiz. Oxirgi formulalar 60-70 formulalar. Sirtlay kub 3 plus 4'ning sirtlay kubi. Жаңа dara отдельно kub bor edi. Bu da sirtlay kubda birinchisining kubi plus 3 bo'ladi bu da. Birinchisining kvadrat kubitu ikkinchisi plus 3 bo'ladi qaytadan родной. Birinchisi kubitu ikkinchisining kvadrati plus ikkinchisining kubi bo'ladi. Formula sal uzunroq, biroq hisob istasak bu yodlab qolish juda qiyin emas. Misol uchun Azamat a plus b ning kubi. Azamat aytadi, bari Azamat o'qib ketmasiniz. A kub birinchisining kubi plus formula deyman 3 aspa birinchisining kvadrati a ning kvadrat kubitu b. Keyin 3 kubitu birinchisi kubitu ikkinchisining kvadrat. Keyin ikkinchisining kubi. Tushundingmi? Bu Langsat formasi. Endi bu formula onda ko'p oldisa chiqavermaydi, so'ng uchun ko'p odam yoddan chiqib ketaveradi. Demak, 2x minus 3 ning kubi sevara. Tushunib o'tiramiz. То есть plusni. Oho. Az sevara asib bo'lsa, по порядку aytaylik. Birinchi asib sevara bo'lavermang. 2x ning kubi 3 kubitu. Endi mana biroq sразу siz bo'ladi. Buning kvadrati ne bo'ladi? 4x kvadrat kubitu 3. Plus yana formula shu bor. Birinchisi yancha yoziladi, ikkinchisining kvadrati. 3 ning kvadrati sразу 9. Keyin plus ikkinchisining kubi. Tushundingmi? Endi buni nafaras tushamiz. 2x ning kubi 8x kub. 2 ning kubi 8, x ning kubi kubitu. Ay 12 3 bor u. 36x kvadrat kubitamen. 6 54x. Keyin 27. Xayr so'rov. Yetdimi? Asıqbay barmoqni qo'yib, usti bir qator yozib olsangiz, keyin ana apala so'rov ansat. Tushundingizmi? Ato sevara deb birdan bundan aytamiz desangiz, shahada 9 bo'ldimi biz qilib ketadi. Tak, endi al minusda so'zat birinchisining kubi minus 3 kubitu birinchisining kvadrati kubitu ikkinchisi 3 kubitu birinchisi kubitu ikkinchisining kvadrati minus ikkinchisining kubi. Minusda qaysilar minus bo'ladi ekan? Ikkinchi og'zan bilan to'rtinchi og'zan oldi minus bo'ladi. Yodlab olamiz. Demak x minus y ning kubini aytadiman Atabek. Aha, birinchisining kubi minus 3 kubitu birinchisining kvadrat kubitu ikkinchisi plus 3 kubitu birinchisining o'zi kubitu ikkinchisining kvadrati keyin minus bo'ladi ikkinchisining kubi. Xayr so'rov. Misol sizlar devam oldingda, hisob devam qiling. То есть necha qilasiz? 0.2x minus 0.3y ning kubi deydi. Qarang, no buzur bo'ladi. Ya'ni birinchi 0.2x ning esi kubi minus formula 3 bor. Na birinchisining kvadrati. Nan kvadratga o'tirsangiz 0.04x ning kvadrati bo'ladi. Kubitu 0.3y emasmi? Plus 3 kubitu formula bor. Birinchisining o'zisi 0.2x. Yendan kvadrat ne bo'ladi? 0.09y kvadrat. Keyin minus 0.3 ning y ning esi kubi. Endi shuni apalashib chiqasiz. 0.02 ning kubi necha bo'ladi? 0.2 ning kubi to'ys. 0.2 ni 3 ret kubit degan so'zda 0.008 bo'ladi. X ning kubi. 3 ta 0.04 dan kubitgan 3 ta 0.04 ga 0.3 ga
Anday mı? Şimdi x kvadrat y. Plus 3'te 0'da 2'ye koyut. 0'da 6. 0'da 6 0 0 9'a koyut. 0 0 54. X y kvadrat. Minus nan koyutsang 0'da 3'tün kubi 0 0 27 y'tің kubi. Tushundingiz ba? Juda vayim qayga tushadigan zat emas bu. Demek tushungan bo'lsangiz yozib olamiz, hisoblab tushuntirib boshlaymiz. Syomka chiqib qolasiz qol. Jablayvermaysan yaxshi. Demek, ja izne qolib qo'ygan bir 3-4 hisobni ko'rib chiqamiz. Mana 7 formula bo'yicha men yozib qo'yibmiz. O'zi birinchi hisob x kvadrat plus 2x plus y kvadratni jinab chiqishimiz kerak. Qaysi formula bo'yicha sira? Birinchi formula men jayilmas turibdi. Ya'ni birinchi bu yerda kvadratni beradigan sonlar hisob olsak bo'ladi. X kvadrat bilan y kvadrat beradi. Turibmi? Yani x kvadrat x'ning kvadratini beradi. Y kvadrat y'ning kvadratini beradi. Bunda o'rtasida 2 eselinganda plus bo'lib, sirtqi kvadrat qo'yib beramiz-da. Bunda plus bo'lsa plus bo'ladi, minus bo'lsa minus bo'ladi. Endi hozir agar so'raytma qayerga ketib qoldi deydi. Bu buna formulaning ichida. Buna jayg'angizda birinchining kvadrati, ikkinchi qo'yib 2 qo'ysang, mana ikkinchining kvadrati. Misol tushunmay qolsak, mana bundan ham jinamiz kerak. Ya'ni bu yerda kvadratni beradi, 36x kvadrat. Buni hisobning kvadratini kelmaydi-ku. Keyin y kvadrat. 36 degan 6x net minus 9 minus. Keyin y tika. Ner minus bo'lgan onda ner minus kvadrat bo'ladi. Mana javob bo'ladi. Tushundingizmi? Manani qisqacha mana deb chizib tashladik. Dan ne uverin bo'lsangiz, manani jayib ko'rasiz, mana javob chiqamiz chiqmayman. Tushundingizmi? Endi ko'zimga jayib o'tqanim bor. Tak, bu o'ning foydasi deydi, mana buna hisobga foydasi deydi. Buna da hesap berilse, eğer bu formulani bilmeseniz, sizler ne var? 48 koyutup, buna hesaplap, keyin 18 koyutup, buna hesaplap çıkarsınız. Vaktiniz ketip kaladi. Odanşı kvadratı, 2 öngümesi keyin kvadratı. Formula hataya tuttu. 48'diki, keyin 18. Orta minus boğaşım da minus. Boğan ne? Bundan jayılması. Bundan avuç çarpısayımız, 30'ın kvadratı 9. Ana kalkülatörde 20 koyutattan boladı. Tushundingiz ba? Faydası yeri. Tak, devam etemiz. 46. zat. Bu minsa bu plusani ko'payt deydi. Elementarniy zat ne bo'ladi? B kvadrat minus a kvadrat. Bo'lgani. Durustmi? Keyingisi 45. zat. Mana tayyor turibdi. Qaysi formula? O'zi bir formula dunyoda 4 a'zo joyladi. 6-chi, 7-chi. Durustmi? Demak, buni qaysisi sira minus bo'lgan shu 7-chi formula. X kub degan x'ning 1 degan 1'ning o'rtasi minus 1'ning kubi. Mana deb jinoyim. Keyingisi 47-chi formula. X kub bo'ladi 5-chi, 4-chi formulalar. Ya'ni minus bo'lsa 5-chisi. Mana bizda mana skok bilan skok berilib turibdi, mana qanaq kelish kerak. Ya'ni na n ning kubi minus m ning kubi. Kub topsaysan birinchisi, keyin kvadrati, ikkinchi qo'yitasan, ikkinchisining kvadrati. Tushundingizmi? Endi qo'shimcha bilan hisobda aytib ketdik deydi. 30 hisob o'rtada qolib qolgan, tushunmay qolamiz deydi deb. Ya'ni bu yerda buni kvadratga jayamiz. 3 turaveradi sirtda. 2 kvadrati 4 minus 2 qo'yib 2 qo'yib sразу. 4a bo'ladi. Sразу sevamiz. Keyin a ning kvadrati plus 4 buni ham jay. A ning kvadrati minus 2 qo'yitsang 5a, 2 qo'yitsang formulaga 10a. Keyin 5 ning kvadrati jayib chiqamiz. 3'tü qo'yib 12, 3 dan qo'yib 12a, 3 dan qo'yib 3a kvadrat plus qo'yib 4a kvadrat qo'yib 40a qo'yib o'xshashlar jinab chiqamiz. 3a kvadrat 4a kvadratning 7a kvadrat. Alda koeffitsient qo'shiladi, ya'ni a kvadrat qo'shib a4 deb bermang. Keyin 12alar minus 12 va minus 40. Minus 52a. 12 190. Tushundingizmi? Demak, buguncha hozir bu temada 49 hisobga deyim o'tib qo'yibmiz, 48 hisobga deyim. To'g'ri, so 48 hisobni istaymiz, bag'ana birinchi temamiz bor. Bularga qo'shimcha hisoblarni uyga topshirib qo'yib berib beramiz. Bugun tema bo'yicha so'rovlar yo'q bo'lsa, endi hisobda davom etamiz. Bag'ana hisobni atdi endi.